Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatiga ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan kelib tushayotgan murojaatlar doimiy nazoratda bo'lib, ularda ko'tarilayotgan muammolarni bartaraf etish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, kuni kecha Prezidentning ishonch telefoni orqali Boysun tumanidan fuqaro tomonidan ichimlik suvi ta'minoti bilan bog'liq murojaat kelib tushdi. Ushbu murojaat jamiyatning ishchi guruhi tomonidan o'rganildi. O'rganish jarayonida aniqlanishicha, tumanda olib borilayotgan davlat ahamiyatidagi yo'l qurilishi ishlari davomida Lankaran yo'l Tikinti mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan suv quvurlariga texnik shikast yetkazilgan. Mazkur holat nazoratga olinib, quruvchi tashkilotga yetkazilgan zararni bartaraf etish hamda zarur chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan rasmiy tartibda murojaat xati yuborilgan. Ayni vaqtda quruvchi tashkilot bilan hamkorlikda suv quvurlariga ta'mirlash ishlarini amalga oshirish bo'yicha kelishuvga erishilgan bo'lib, ta'mirlash ishlari belgilangan tarafda olib borilmoqda. Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati ijtimoiy tarmoq faollariga hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiradi. Shu bilan birga mavjud muammolar yuzasidan murojaatlaringizni 1255 qisqa raqami orqali qoldirishingiz mumkinligini eslatib o'tamiz.